Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshilik va ehsonlar davom etmoqda. Ushbu yaxshiliklar arab va islom ummatimiz farzandlari hamda saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti tomonidan amalga oshirilmoqda. Ular G'azo shimolida urushdan jabrlangan aholini qo'llab-quvvatlash va mashaqqatlarini yengillashtirish uchun harakat qilishmoqda. Bu yerda xalqimiz sabr va bardosh bilan sobit turibdi. Bu Allohning fazli va hamda islom ummatimizdagi saxovatli insonlar yordami bilan amalga oshmoqda. Biz hozir aholilar mashaqqatini yengillashtirish ishlarini olib bormoqdamiz. Odamlar urushdan keyin asta-sekin bu vayron bo'lgan uylariga qaytmoqdalar. Ammo binolarning qulashi sabab ko'plab ko'chalar yopilib qolgan. Allohning fazli va saxovatli qo'llar tashkiloti sa'y-harakatlari bilan bugun G'azo shimolida muhim yo'llar va ko'chalarni ochib, aholilarni uylariga qaytishlarini osonlashtirmoqdamiz. Saxovatli qo'llar tashkilotidagi birodarlarimizga ushbu tashabbuslari va uzluksiz yordamlari uchun chin yurakdan minnatdorchilik bildiramiz. Biz sizlarni har doim, hatto urush tugagan bo'lsa ham, G'azo xalqiga tayanch, suyanchiq va doimiy yordamchi bo'lishga chaqirib qolamiz. Kara kalemini tutan ellerini elbet bir gün kıracağız. İslam'a uzanan o kara dilini elbet bir gün koparacağız. İslam'a uzanan o kara dilini elbet bir gün koparacağız. Kara zihniyetini, baskıcı rejimini elbet bir gün yıkacağız. Yapılan kaleleri, içindeki putları elbet bir gün kıracağız.